Yo bolalar hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birgalikda men Misr Kamronbek kanali bolalar. Videoga like bosganimga uni qo'shib eslayingiz ketmasin bolalar. Bu videolarimiz sizlar bilan birgalikda qanday qilib Minecraft'da o'ta tez darajada yutishni o'rganamiz. Speedrunlar ham mendan ko'rib what the fuck deb qolishsin. Xo'p, unda omadli biyomda yaraldik. Bunaqa biyom yaralish 0,00001% ga teng. Xo'p, unda biz birinchi o'rinda daraxt topib olamiz. Daraxt topib olamiz. E'tibor bermaysizlar. Xo'p, daraxt topib olamiz. Sizlar bilan birga. Daraxt ham chiqdi. Rasmani ko'ryapsiz, qanaqa darajada omadli bo'laman men. Daraxt chopishni boshlaymiz emasam, o'ta tez darajada daraxt chopamiz. O'ta tez darajada. Tilim qamashib ketyapti bu. O'tinga aylantirib olib, verstak yasaymiz. Verstakni qayergadir qo'yamiz. Mana mana shu qo'ysak ham juda ham chiroyli bo'lib turadi. Endi biz kirka yasadik. Kirkamizda esa endi nima ish qilamiz deysizmi? Kirkada albatta ana chopamiz, tosh chopamiz. Xo'p, tosh chopishni boshlaymiz. Emasam sizlar bilan birgalikda qanunda boshladik tosh chopishni. Tak, bu toshni boshladim va bu boshda yo what the fuck Steve bitin, what the heck Steve bitin, nima qilyapsan sen? Nima bitib turibsan? Yo qo'rqitib yubording-ku odamni Steve. Nima qilyapsan bu yerda? Bu turga what the fuck? What the fuck Steve? Nima qilyapsan? Yo what the fuck? Steve nima qilyapsan? Yo what the fuck? Nima qilyapsan? Yo qani ketdi Steve. Yo mo time'da nima? Ha bloga. Yo bolalar nima? Bu Steve qayerdan kelib qoldi bolalar o'yinimizga? Ha mayli endi nima ham qilardik xo'p. Qazishda ishlar. Temir topdik bolalar, temir men shunaqa omadlimanki, mana shu biyomda temir topdik. Like bosib obuna qo'yib bunaqa omad uchun. Bunaqani temir qazishni boshlaymiz. Temir qazish ishlarini bolalar sizlar bilan birgalikda like bosib obuna qo'yish eslangdan chiqib ketmasin bolalar sizlar bilan. Xo'p, bunaqani boshlaymiz. Mana ko'pgina bu bitta juda ham ko'p ekan, lekin bir butun avlodim ketsa kerak bu yerdaga temir, bilmam yana ham. Xo'p, qazib olamiz. Lekin boya Stevega hayron what the fuck? Boya Stevega hayron qolyapman. Hozir ana temir qazib oldik. Endi pechga qana qilamiz, ya'ni pechga craft qilamiz. Keyin pechkada what the fuck bu nima bu? Ha mayli. E'tibor bermaymiz. Menimcha juda ham chiroyli narsa shekilli. Hozir. Xo'p, unda qani bizga ko'mir kerak bo'ldi. Ko'mir esimdan chiqib ketibdi. Yana pastga tushaman, zerikib ketdim. Pastga shu qayerdandir bir ko'mir paydo bo'lib qolsa edi degan ana borda, mayli endi ko'mir tezroq paydo bo'lsa yo Steve olib kelib bersa bo'lardi ko'mir. Ana Steve o'zi ham kelyapti. Steve sen nima qilyapsan? Sen boydan beri meni o'yinimni xo'ram qilib turibsan. Bor, men halol o'ynamoqchi edim. Obunachilar bilan halol video qilmoqchi edim. Sen Steve hammasini what the fuck? Rahmat Steve senga. Bunaqa kim? Rahmat. Bo'ldi. What the fuck? Kiyimlarga, nechta kiyimlarga? Yo'qol Steve, bo'ldi, yo'qol. Sen bu yerdan tez yo'qolib ket. Steve, la'nati Steve. Tavba qildim menga mumkin qaranglar. O'yin bu g'irromchilikka kirmaydi bolalar. Bu prosta Steve menga berib ketyapti narsalarni, men olyapman. To'g'rimi? Shunaqa bolalar. Bunaqa g'irromchilik ishlarini qilayotganim yo'qmi? Xo'p, endi biz almas qidirsak ham bo'laveradi. Yo prime menimcha birinchi bo'lib menimcha olmas qidirsak yoki shunday nezaga boraversak-mikan bolalar, boraversak-mikan, nima demadilaring? Bolalar qaranglar. Xo'p, hozir bizga bitta almas tashab ketsa, Steve yana shu yerda paydo bo'ldi. Steve jigarim nima gap? Yaxshimisiz? Ishlar qanday bo'lyaptimi? Ketyaptimi? Steve sen kelsang men bo'ldi, yetadi Steve, bo'ldi, shu ham yetadi menga. Bu butun avlodimga yetadi. Steve yo'qmayapsan menga, shturming yo'qmayapti. O'yinimni plos qilib ketyapsan sen, yaramas Steve. Surkali tashadi lekin suvga, mayli. Xo'p, endi bunga narsalar yasab olamiz. Bu g'irromchilikka kirmaydi bolalar. Bu hech qanaqa g'irromchilik emas. Prosta bu menga Steve mehribonchilik qilib ketyapti. Xo'p, narsalar yasab olamiz. Birinchi o'rinda kirka yasaymiz, keyin esa topor yasaymiz. Topor juda ham kuchli bo'ladi, topor. Yasab bo'lganimizdan so'ng nima yasaymiz? Bo'ldi, hech narsa yasamayman boshqa. Xo'p, endi biz kiyim yasaymiz, ya'ni aslahalar yasaymiz. Xo'p, oyoq kiyim, keyin esa branjlet, keyin esa what the fuck, keyin esa ishton yasaymiz, ishtonda.
Hozir bu kiyimlarni olib turamiz. Endi kiyamiz. Endi men yomonlab kuchaydim-ku. Rahmat senga Steve. Короче, qayerda suvda o'lib ketmadim. Mayli, menga pofik. Endi biz Netherga borish uchun lava ko'la qidiramiz. Sababi bizga obsidian juda ham kerak. Hozir qidirib ko'ramiz bir ikki joylarda. Menimcha yo'q bo'lsa kerak. Hech qayerda bu joy juda ham katta ekan, lekin bori. Mana shu buyumni o'zida tugatib qo'yaman Minecraftda bori, lekin men. Lekin shunday bolalar hech qayerda topolmadim men, lekin bor u bitta ham yo'q. Hozir inventarimga qaraychi, balki inventarimda kerak narsalar bor ekan-ku. Qanday yaxshi, qanday baxt. Xo'p, qo'yib olamiz inventarimdagi narsalarni craft qilamiz. Xo'p, endi yasaymiz. Sizga portalni yasaymiz bolalar. Xo'p, juda ham kichkina qilib yasaymiz. Juda ham kichkina qilib yasaymiz. Xo'p, hozir pastga tushib. Oh, ketdim. Davay. Voy, yana yiqildim boru. Qo'y. What qo'lima qiyshiq ekan-ku. What the fuck, nima deyapman? Mayli, xo'p. Buni sindirib olamiz. Iltimos Steve yo'q ol. What the fuck? Zo'rni satashyapti-ku bugun Steve. Steve bilan videoni qildik bugun biz. Yo'q ol Steve. O'zi hamma o'yinim harom qilyapti. Yaramas Steve. Yo'q ol betdan. Tez ko'rmayman hozir Steve. Tez yo'q ol betdan. Yo'q, what the yo'q ol betdan. Steve. Bu Steve tashadi. Bu hech qanaqa yomon ish emas. Bu Steve tashab ketdi menga yaxshilik qilib. Da bola hozir endi tezginada ko'rib olamiz. Xo'p. Tez ko'rib olamiz. Bolalar hozir endi ketamiz, dragonni emizdirishga boramiz. Xo'p, yaxshilab bularni qo'yib olamiz. To'g'ri, voy ketdi mana. Qo'rqib ketdim bor, lekin xo'p, Minecraftda juda tez yutyapmiz. Kim qaysi speedrunning mashaqqat chekib olgan biladi. Tilimni sepib deyapti bor. Ko'p gapirmayman menimcha-da. Hozir mashaq kirib olmasam, emasam meni Ender Dragon emizdirib ketadi. Shuning uchun mashaq turamiz birpas. Xo'p, endi tepaga chiqamiz. Tepaga ham juda tezlik bilan chiqamiz. Menimcha bu yerda ana bo'lmasa kerak, ya'ni Steve kelmasa kerak bu yoqqa, chunki u portal qurmadi. Qurganini ko'rmadim. Kelmaydi menimcha-da. Xo'sh, let's go. Chanqislar balandlashtirib olaylik. Bo'ldi, cho'tki. Qani? Hop. Vo, mana dragon. Hozir seni emizdiraman, faqat seni osmon qo'yib olaman, zashtalaring seni. Bu yoqqa qo'yib turib, bam, bitta. Chiroyli qilamiz. Bola hozir men hammasini sindirib olaman. Sizlarga bu 1 sekundlik ham bo'lmaydi. Hammasini sindirib chiqaman men. Yo'q, hammasini sindirib chiqdim. Mana hammasini juda ham qo'lima olib ketdi bolalar. Hech qanaqa chetishayotganim yo'q. O'zim qo'lda sindirib chiqdim. Qanday deysizlarmi? So'ramanglar qandayligini. Xo'p, unda mavzuga qaytaylik. Dragon baxki. Nima blok bilan urdim? What the fuck? Blok bilan ham uraman men, odam emasman men. Xo'p, kanalda bu yerga turib olamiz. Hozir dragon qo'nadi, biz emizdiramiz dragonni. Voy, keldi dragon bajaygan. Kenchi ukajonim. Hozir dragon nos supurmasa bo'ldi bor. Voy, tupurdi nosda bor. Ahmad nosiga kerak. What the fuck? Itar bordi bor. Nosini. Lekin nosini bilmasdan bosib oldim. Shuning uchun men uchib ketdim. Hozir mana shu ko'kko'y dragonni bag bilan o'ldiramiz. Yana uchib ketdim bor. Hozir dragonni bag bilan o'ldiramiz. Ko'rishimiz kerak. Hozir nimadir qilaman demasdim. Hozir bor qo'yib olib uchib ketmayman. What the fuck bola? Bala, yana o'ldim bor. Hech kim Minecraft yutolmayman deyman-da. Mana shu videoga 15 ta like qilsa men Minecraftni yutmayman. Yangi video olaman.